Manda Secure VPN degani bor-da. Kirsan doim Germaniya eng zo'r turadi, antenasi zo'r turadi Germaniya, ya'ni ping yaxshi turadi. Ana shu Germaniyani tanlayapman-da. Keyin ani endi anchadan kirmadim-da o'sha saytga bir kiraychi, nima o'zgarishlar bo'ldi ekan, nima yangiliklar bo'ldi ekan, qanaqa ijodkorlar qo'shildi ekan deb ana sarab YouTube'ga kirdim. Kirsam, opani rasmini nima qo'ygan, nimalar, biz nimaga qarshimiz, bu narsalar deb turib, yo'q videolar ana saytda, ana ko'rinyapti. Dedim, nima bo'ldi bu boshqa ish o'tib ketdimi, xayrlar bo'layaptimi deb o'ylab qoldim-da. Keyin tiklab pastlarga o'tdim, bir narsa ma'lumotlar chiqyapti, lekin yo'q videolar. Keyin nima qilib videolarni dedimda, Germaniyani o'chirdim nimasini, Polsha qildim keyin. Polsha qildim, baraka topsa videolar chiqib keldi, ketdi-ketdi. Sekin-sekin hamma videolar o'sha yerda ekan, yaxshi ekan. Endi Germaniya tanlab olsa yaxshi ekanda, video bo'lar ekan. Niderlandiya ham yaxshi, ha. O'sha ekan, ana Germaniya yoki Fransiya ham o'sha bo'lsa kerak, chunki Fransiyani bari o'tiribdi. O'sha davlatlarda nimadir bo'lishi kerak, nima cheklash nima bor. Ayni ro'yxatga o'tish kerak, ular ro'yxatdan o'tib turibman. Ro'yxatga o'tganda o'z akkauntim bor deb ko'raman. Yo'q, siz mamlakatingizda taqiqlangan. Ha, bu dedim chiqib ketdim.